Qashqadaryoda dahshatli avariya bo'ldi. Video. Haj mavsumi munosabati bilan Makka va Madina shaharlarida havo mudofaasi kuchaytirildi. Makrondan keyin kim? Fransiyada prezidentlik poygasi qizg'in ketmoqda. Tramp Eron bo'yicha eng sirli bayonotlardan birini berdi. Kelishuv ortida nima yashirin? Isroil va Falastin mojarosi bo'yicha eng keskin bayonotlardan biri yangradi. Misr yechimni aytdi. Qashqadaryoda dahshatli avariya bo'ldi. Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanida KAMAZ va yengil mashinalar o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 24-may kuni soat 14:20 larda Qarshi 7 tom yo'nalishi Zebra 150 avtomobil yo'lining 13-kilometrida Nexia 1, Nexia 2 va KAMAZ transport vositalari o'zaro to'qnashuv oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. YTH ortida Nexia 2 avtomashinasining bir nafar yo'lovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, JXX, YXXB mas'ul xodimlari tomonidan qonuniy rasmiylashtirilgan. Haj mavsumi munosabati bilan Makka va Madina shaharlarida havo mudofaasi kuchaytirildi. Haj mavsumi yaqinlashgani sababli Saudiya Arabistoni hukumati Makka va Madina osmonini himoya qilish uchun keng ko'lamli havo mudofaa choralarini ishga tushirdi. Saudiya Mudofaa vazirligi muqaddas hududlar atrofida Amerikaning Patriot zenit raketa majmualari hamda Saygurard 3 zenit artilleriya tizimi joylashtirilganini tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, tizimlar ayniqsa dronlar, qanotli raketalar va ballistik tahdidlarga qarshi doimiy jangovar shay holatga keltirilgan. Saudiya harbiylari haj vaqtida millionlab ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifa ekanini bildirgan. Patriot tizimi uzoq masofali raketa va ballistik tahdidlarni havoda urib tushirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, Skyguard 3 past balandlikda uchuvchi dronlar va kichik havo obyektlariga qarshi ishlatiladi. Saudiya Arabistoni Yaqin Sharqdagi eng katta Patriot havo mudofaa tarmoqlaridan biriga ega hisoblanadi. So'nggi yillarda husiylar harakati tomonidan Saudiya hududlariga dron va raketa hujumlari bir necha bor amalga oshirilgani sababli Makka va Madina xavfsizligi Riyod uchun strategik masalaga aylangan. 2019-yilda ham haj mavsumida Patriot tizimlari Makka yaqiniga joylashtirilgan edi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Makrondan keyin kim? Fransiyada prezidentlik poygasi qizg'in ketmoqda. Fransiyaning sobiq bosh vaziri Gabriel Attal 2027-yilgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini rasman e'lon qildi. Bu qaror markazchi siyosatchilar o'rtasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi va ovozlarning bo'linib ketish xavfini oshirishi mumkin. Bu haqda Reuters xabar berdi. 37 yoshli Attal Emmanuel Macron davridagi eng taniqli siyosatchilardan biri hisoblanadi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, uning Macronga juda o'xshash siyosiy qiyofasi saylovchilar qo'llovini cheklashi mumkin. Attal markazchi lagerdagi asosiy raqibi sobiq bosh vazir Edouard Philippe bilan keskin kurash olib boradi. So'rovlarga ko'ra, birinchi turda Attal 14% gacha, Philippe esa 25% gacha ovoz to'plashi mumkin. Nashrning yozishicha, Fransiyada markazchi kuchlarning bo'linib ketishi o'ta o'ng va o'ta chap siyosatchilar foydasiga ishlashi mumkin. Siyosiy doiralarda ikkinchi turga Jordan Bardella yoki Marine Le Pen boshchiligidagi o'ta o'ng kuchlar hamda so'lchi yetakchi Jean-Luc Mélenchon chiqishi mumkinligi xavotir uyg'otmoqda. Gabriel Attal Fransiyani Yevropaning yetakchi davlatiga aylantirishga va'da bergan. Fransiya siyosati doimiy tanazzulni boshqarish bilan cheklanib qolganidan charchadim. Men Fransiyani va fransuzlarni chin dildan sevganim uchun prezidentlikka nomzodimni qo'yaman degan u. Gabriel Attal koronavirus pandemiyasi davrida hukumat matbuot kotibi sifatida mashhurlikka erishgan. Keyin esa Fransiya tarixidagi eng yosh bosh vazirga aylangan edi. Uning bosh vazirlik faoliyati atigi 7 oy davom etadi va Macron muddatidan oldin parlament saylovini e'lon qilgach yakunlandi. Hozirda Attal Macronning partiyasiga rahbarlik qilmoqda. Nashrning ta'kidlashicha, Attal raqibi Philippedan farqli ravishda saylovoldi kampaniyasida shaxsiy hayoti haqida ochiq gapirmoqda. U bolaligida bosimga uchragani, otasining vafoti haqida ham so'z yuritgan. Tramp Eron bo'yicha eng sirli bayonotlardan birini berdi. Kelishuv ortida nima yashirin?
Donald Trump Eron bilan ehtimoliy kelishuv hali to'liq kelishib olinmaganini ma'lum qildi. U bu haqda o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida bayonot bergan. AQSh rahbari muzokaralar yuzasidan turli taxmin va tanqidlar bildirayotganiga munosabat bildirib, jamoatchilikni bu masalada hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan tanqidchilarga quloq solmaslikka chaqirgan. Eron bilan kelishuv tuzilsa, bu yaxshi va to'g'ri kelishuv bo'ladi. Bu Obama davridagi bitim kabi emas. O'sha kelishuv Eronga katta mablag' va yadroviy qurol sari ochiq yo'l bergan edi. Bizning kelishuvimiz buning aksi bo'ladi. Ammo hozircha uni hech kim ko'rmagan va u hali to'liq kelishib olinmagan deb yozgan Trump. Prezident shuningdek avvalgi AQSh ma'muriyatlaridan farqli ravishda yomon bitimlar tuzmasligini ta'kidlagan. Avvalroq New York Times nashri AQSh va Eron muzokaralar davomida Hormuz bo'g'ozini ochish bo'yicha prinsipial kelishuvga yaqinlashgani haqida xabar bergan edi. AQSh tomoni bo'g'oz orqali xalqaro yuk tashuvlarini tezkor ravishda qayta tiklashni talab qilayotgan bo'lsa, Eron sanksiyalarni bekor qilish, uzatilgan aktivlarni qaytarish va xavfsizlik kafolatlarini olishni talab qilmoqda. Isroil va Falastin mojarosi bo'yicha eng keskin bayonotlardan biri yangradi. Misr yechimni aytdi. Misr tashqi ishlar vaziri Badr Abdellati Isroil va Falastin mojarosi bo'yicha keskin bayonot berib, kuch ishlatish orqali haqiqiy xavfsizlik va barqarorlikka erishib bo'lmaydi dedi. Unga ko'ra, Yaqin Sharqdagi asosiy inqiroz ildizi aynan Falastin masalasining hal qilinmaganida yotibdi. Abdeltanning aytishicha, Falastin xalqiga o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi berilmaguncha va mustaqil davlat tashkil etilmaguncha Isroil uzoq muddatli tinchlik va xavfsizlikka erisha olmaydi. U Sharqiy Qudus poytaxti bo'lgan mustaqil Falastin davlati tuzilishini mintaqadagi barqarorlikning asosiy sharti sifatida ko'radi. Misr vaziri bu fikrlarni CNN jurnalisti Kristin Amanpour bilan suhbat chog'ida bildirgan. U Isroilda ayrim siyosatchilarning Falastin davlatini rad etishi va harbiy bosimni davom ettirish rejalarini tanqid qilib, bu yo'l yanada katta beqarorlik olib kelishini aytdi. Qohira so'nggi oylarda G'azo urushi bo'yicha faol diplomatik vositachilardan biri bo'lib qolmoqda. Misr bir necha bor G'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatish, insonparvarlik yordamini to'liq kiritish va Rafah chegara punktini qayta ochishni talab qilgan. Abdellati shuningdek Isroilning harbiy operatsiyalari va blokadasi mintaqadagi keskinlikni yanada kuchaytirayotganini ta'kidladi. Uning fikricha, kuch va harbiy ustunlik qisqa muddatli natija berishi mumkin, ammo siyosiy yechim bo'lmasa mojaro davom etaveradi. Misr hukumati Falastin aholisining G'azodan majburiy ko'chirilishiga ham keskin qarshi chiqmoqda. Qohira bunday rejalarni qizil chiziq deb atab, bu Falastin masalasini butunlay yo'q qilishga olib kelishini bildirgan. So'nggi paytlarda Misr diplomatiyasi AQSh, Qatar va Turkiya bilan birga G'azo bo'yicha yangi boshqaruv tizimi ustida ishlamoqda. Rejaga ko'ra G'azoda texnokratlardan iborat vaqtinchalik boshqaruv qo'mitasi tuzilishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.